Assalomu alaykum ekran oldidagi aziz ko'rmanlar. Ko'rayotganinglar yoshlar va da'vo programmamizning 13-soni. Men Arshin Ediqot. Bugungi programmamizga 5-iyul Urumchi qirg'inchiligining 12-yilini eslash uchun Urumchi shu yerda qirg'inchiliklarga shohid bo'lgan qarindoshlarimizni bugungi programmamizga taklif qildik. Hammamiz bilgandek 5-iyul millatimizning Xitoy tajovuzlariga qarshi erkinlik uchun kurash qilgan kun. 5-iyul Sharqiy Turkistonliklarning milliy g'ururi qaytadan uyg'ongan kun. Bu kunni hargiz unutmaymiz inshaalloh. Unda bo'lsa, bugungi mehmonlarni tanishtirib o'tsam, Sharqiy Turkiston yangi nesil harakati raisi Abdusalom Teklimakan va Sharqiy Turkiston yangi nesil harakati muavin raisi Muhammad Emin Qarim va bugungi shohidlarimizdan Sharqiy Turkiston yangi nesil harakati muavin raisi va 5-iyul Urumchi qirg'inchiligining shohidi Mahmudjon Bo'ston ve o'xshashlam Sharqiy Turkiston yangi nesil harakati idora hay'at a'zosi ve yeni şahit bo'lgan Abdurahmon Satuq qarindishimizdan bugungi programmani taklif qildik. Qimmatli vaqtingizni chiqarib qatnashib berganingiz uchun sizlarga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Sizga rahmat. Undan bo'lsa birinchilab shu shohidlardan boshlab kelsak, birinchilab Mahmudjon Bo'ston qarindishimizdan so'rashni boshlasam. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz Aşiyada 5-iyul şu Urumchi qirg'inchilik bo'layotgan vaqtda siz Aşiyada bor ekansiz. Unda olsa siz nimalarga shohid bo'ldingiz va qanday qirg'inchiliklar qanday bo'ldi Aşiyada? Shuni bir tafsili deb bergan bo'lsangiz. Sho'g'anniki u vaqtdagi Urumchida bu ta'sir qildi. To'rlarda, sosyal medyada o nimalarda bunaydı keng bir şekilde kişiler bunu münazir qilgan bo'ldi. Ammo necha kungacha bunun hech qanday bir hukumatdan bir uçuqlama kelmagandan keyin Urumchidagi yoshlar hukumatning atalmış avtonom rayonlik hukumatning oldiga berib, bununla bir hukumatning uçuqlama berishini talab qilgan bo'ldi. Bu yak bağlandan keyin ish mishadan boshlangan bo'ldi. Hükümet bu yaşlarga, o'quvchilarga hech qanday bir javob bermedi. Hatta bu yoshlarni u yerdan to'sdi, kuch ishlatdi bu yerda, soqchi, harbiy degandek. Undan keyin bu yoshlar u yerdan javob olmagandan keyin bu namoyishni Uyg'urlar o'ltirayotgan rayonlar qarab, ya'ni shu Do'nko'rik, Buloqbesh taraf qarab hükümetin aldıdan yandı. Yani çünkü hükümetin aldıda her bir sakçı o bula boğandikin, ula tosup durgandikin, o yerde namayış kılıp bir üzünü ifadeleş bir şerait yok. Bağan seri kıstap bulanı keyini geniş mecburluğandikin, bula keyini yandı. Bu yeniş cereyanda nurgun vakala yüzbegen boldamdı. Bu yaşlar yandı. Şu Buloqbeshga kelgan chaqda saqchilar harbiylarning bularni to'sishi, bularga qarshi chiqishi, bularni mangdurmaslik, shuarlarni tovlatmaslik, shuni o'zining qarindoshlari uchun, qarindoshining haqqi uchun tovlatgan shu shuarlarni tovlatmaslik uchun qattiq bir shaklda to'sdi bularni. Bu Buloqbeshi to'tkuchidagi ishlarga shohid bo'lgan bo'ldim. Bu iş tushdan keyin soat 5:30 atrofida boshlangan. 7 ayning 5 kuni, ya'ni asr namozi bilan. Bu yoshlarni bu saqchilar harbiylar mang'ul qo'ymadi. Bu jarayonda o'ttirdan bir partiyalik bu yerda tortib ketdik. Bağan seri saqchilar harbiylar bu yerga ko'payishga boshladi. Bu namoyishda namoyish kelgan yoshlarni olsun, meyli ayol, o'quvchi hammasini qapsolib qattiq mang'durmaslikqa tirishchilik ko'rsatdi bular. Bu yerdagi yoshlar ham shu saqchilar qancha vaqtdan keyin kelishgan? Bu yoshlar atalmış avtonom rayonlik hukumatning oldidan Buloqbeshning rayoni kep bo'g'icha, to'tkuchi kep bo'g'icha bu yerga saqchilar kep bo'lgan. Çünkü iş ayetinin başlanıp yarım saat yoki bir saat kadar bu yerga kelgan bo'lgan keyin piyoda mang'ib keldi. Bu yerga kelgan bo'lgandan keyin ma'lum saqchilar bu yerga kelib bo'lgan dastlab. Saqchilarning soni jiqmitdi? Dastlabda jiq emasdi. Dastlabda jiq emas. Taxminan shu bir soatdan keyin saqchilar
harbiylar, alaylı sakçılar deyimiz, tuluk kurallangan ağır kuralları var. Sakçılar kilişki başında bağın köpeydi bulan. Bularni bu biz yaşlarına hiç kandak yak mağdurmagan lekin bu yerda ikisini otursa tokunuş çıktı. Bular şu jarayonda yosh oqizib bombni ishlatishga boshladi. Hattoki yana birozdan keyin bu o'zlaridagi ig'ir qurollar yanında avtomatlar bor bo'lsa-mu, yana birovnilarni akilishga boshladi bu yerga. Maqsad yoshlarni u yerga hech qanday mangdirmaslik. Maqsad qilib turib bu yerga birovnilarni akilishga boshladi. Misha bir to'xtab tursam ekan. Bu Misha analizchi nima Abdussalom Taksim akamizdan bir savol so'rsam. Masalan, oyiga yarim soat ichida soqchilar kelib bo'pti deydi. 5 soat ichida nihoyatda kuchli ig'ir qurolli soqchilar keldi deydi. Sizcha masalan normal bir yerda bunda ish bo'lsa, yarim soat 1 soatda bir soqchi unchalik jiz soqchi unchalik narsani olib kelamaydi. Mushu ishni shu Urumchi yoki Urumchi demay, shu Xitoy o'z o'rlashtirgan ishmi deb deyish bilan buni. Bu noktada izahat verişten burun şu devirlerde bulup etken hadiselerini Xitay'nın içki hadiselerini bir analiz kılıp görüşük doğru kıldı. Bu vakitte merhum Üstazımız Abdülhakim Hanım Maksim Azim'den ki 2013 yılı ya 12 ya 13 yılı olarak 5 yıl Ürümçi kırgınçılığının ki ak görünüşe kadar bir analizi boğan bunu istiklal şu vaxtda da tarqatqan. Bunun da merhum ustazımızın ki bayan qilib bergan noktası Xitayda şu vaxtlarda umumyüzlük bir hakimiyet karşı kompartiyani örüş qarşıda bir planlarının boğanlığı. Bu planını qandaq bir bu xil namayişini qandaq bir taraf qilish degan noktada ciddi izlenişlerden keyin burun Şavgandagi vaqani to'g'dirib, keyin jim turilib, undan keyin Şavgandagi bo'lib o'tgan qirg'inchiliklar, xor ko'rashlarga aloqador resim, video ko'rinishlarni Uyg'urcha to'rbikat munbarlarda keng ko'lamli tarqatish orqali Uyg'urlarningki g'azabini oshirib, undan keyin maydonga chiqqandan keyin Uyg'urlarni Xitoy xalqini öldürgen görünüşlerge kirgizip ve şu neticede Xitaylarga Uygurlardan bir xatar durmasa sen devlet karşı çıkamdan diyen bir mefkurani bir düşünceni Xitay halkıga yetkiziş için planlangan lekin bu planlangan narsadan ular kütmegen bir netice. Şarkı Türkistan davasının halkaralaşışından ibaret bular perez kılmagan, tahmin kılmagan bir netice oturup çıkan diyen bir analizi var. Bu analizini tamamen hata değil olmaydı. Malum asasları yok emez. Kısaca ahvalının bu şekilde analiz kılgan vaktimizde bu noktanın ki malum bir planının dahilinde ekerlikini analiz kılıp öteşki buludu. Çünkü perez kılgan çağımızda bu saksılarının ki turvatkan yerlerden yığılıp tayyorlanib kagacha bo'lgan allaqimi xili mezgil ketish kerak normalda. Lekin hozirgi guvohchi qarindishimizning shohid qarindishimizningki ifodasi bilan 20 soatdan 1 soatgacha bo'lgan allaqda ig'ir qurollar bilan qurollangan bu saqchi harbiylarningki u yerga yig'ib ketishi, u yerga tamamen kapsülleşi ma'lum bir planningki mavjudligidan derak bir deb qarasa xatolashgan bo'lmaydi deb o'ylayman. Allah razı olsun. Endi sizni davom qilgan bo'lsa, davomini. Bu yerda yana bir diqqat qilish tegishli masala. Bu xalqaro cho'ng bozorning peshiga bu 5 iyuldan qurilgan bir alayit saqchi punkti o'rinlashgan. Bu yerda bir boshlang'ich maktab bor bo'lib, bu 3 qavat hatta bir eslamagan bo'lsam 3 qavat boshlang'ich maktab bor. Bu boshlang'ich maktabni bo'shatib bu yerga alayit qurollangan alayit saqchi nomi bilan bir turkum saqchilarni o'rinlashtirgan. Bularda hatto birovning bati. Bular davomli Dönkörük ve Bulakbeşi rayonunu davomli charlaydi. Hatta itlarimi bati, ko'chalarni charlaydi. Bular bu Uyg'urlar o'tagan rayonni aslida qurolli saqchilar bilan
kurallık saksıdan aldın orlaştırışından aslında bir köztüş rayonuga aylandırgan endi. Çıngıtkan bu yani. Şunun bilen gap kelsek bu sakçılar kelgen boldu. Bu yerdeki talaşlar, bu yerdeki münazirlikler, meyli sakçılar bilen yaşlar küçük boldu. Siz yaşta manamdı bu jarayanda iki taraf bir-birisi bilen itirişip, bir-birisi bilen uruşuğa başladı. Ular yaşa kızış bombalarını işletti. Muşu tartışlar kılıp endi 1-2 saat vaqt ötken boldu. Bir türküm yaşlar Ulaqmış rayonundan ötüp bu astı yan yolu tarafga bu Atbeygi meydanı tarafga ütketken boldu. Yan bir kısımlar yani şu Bulaqbeş rayonundaki yaşlar şu tötkücüde qep qalgan boldu. Şu tötkücü deganimizde ana balla doktorxonasini oldi maqsad. Bu yerda qep qalgan boldu bu yerdagi yaşlar. Çünkü bu yerda nayta adamning soni jiq, Uyg'urlar ko'p o'rtoqlashgan rayon. Bir qism yoshlar yerda o'tketgan bo'lsa, yana bir qism yoshlar u yerda qep qilib, bu yer harakatni davomlashtirdi. Saqchilar bag'ansir ko'payishga boshladi. Bu kuchayib ketdi bu tartishma. Hattoki bizni shu ona bolalar doktorxonasining oldida oshxonalar o'rlashgan bir kuch bordi. Saqchilar butunlay qo'rshab, shu qurollarni ko'tarib kelgandan endi bizda hech nima bo'lmagandan qo'limizda hech nima yo'q. Hech nima yo'q. Bizning og'zimiz, shuarimizdan boshqa hech nima yo'q. U tar kuchuk qistab akirdi, u yerdan chiqib qo'ymadi hamda. Chiqib qo'ymagandan keyin u yerda yana bir qatim qattiq o'zaro urush bo'ldi. Bu yerdagi yoshlarning haqiqatan g'azab qo'zg'algan. Chunki u yerda nurg'un qarindoshlarininki o'lganligini bilgan, hatto videolarini ko'rgan bo'lg'achqa, bu yerdagi yoshlarning haqiqatan g'azab nafrat toshgan edi bularga. Bu tartishim jarayonida bir so'ra shu vaqtda shu urib o'ltaga ishlab bormaydi. Uyg'urlarni yani. Bu vaqtda qayerda yani? Shu başlagan vaqtni tatib hozir dedilar tatishdi, uni buni qildi vaqtida, shu vaqtda Xitoylar qo'pib shu Uyg'urlarni urib ashada o'ltirgan ishlab bormaydi. Dastlabda bu boshlanmagan. Dastlabda boshlanmadi. Bu 1-2 soat bunday tatish bo'ldi. Biz bayan qusulun qalgan ko'chadan o saqchilar bilan tirkishib, u yerdan chiqqan bo'ldik. Andan shu kun o'tirishga yaqin bo'lganda yoki kun o'taganda, bek jedishni qo'ymaning bor, shu ismi qamabdi soati. Kun o'tagan bo'lsa kerak, shu chaqda o'q ovozi anglandi. Tunji o'q ovozini men angladim. Yugurib cho'ng ko'cha tarafga yugurgan bo'ldik. Qarasam, ikki qarindishimiz u yerda o'q yeb, yerda yetib ketdi. Yana bir bola o biligiga o'q yeb, bu o'q ovoz chiqqandan keyin biz keydimizga dojig'an bo'ldik, qochgan bo'ldik. Biz bilan tang qechib boshqa yerga ketgan bo'ldi, uning nakatini bilmadim. Ammo bu shu namoz sham vaqti bo'lgan chog'da tunji o'q ovozi anglandi. Aşağıda ko'zimizning oldida ikki qarindishimiz yerda yiqilgan bo'ldi. Ular quruq qulida hech kim bo'lmagan shu xalqqa qarab turib aşağıda o'q chiqadi endi. Doğrusu Mişe'de Abdurrahman qarindishimizdan o'xshash savol so'rsam, Mahmudjon qarindishimiz sizlar qayerdan başladı dedilar? Siz qayerdagi vaqtida başladı bu ish? Men bu ishga Bulaqbeshi rayonidan boshlab dedilar. Abdurrahman qarindishimdan savol so'rsam, unda bo'lsa sizlar shohid bo'lgan vaqtida qayerdilar? Alaykum. Benim ko'rgan vaqtim 7-oyninki 5-kuni tushdan keyin soat 4lar bilan biz meniki yana bir og'inam bilan hozir o'zi Koniyada qoldim. Shu og'inam bilan biz barayli deyishib chiqdik. Men o vaqtda Bulaqbeshida dukoy ichayotgan vaqtimda biz Xantangri masjidinki oldidagi do'xmush borma u Oqqo'q tarafdan kelgan. Men o'sha kelgan vaqtimda bu namoyishchilar qo'llarida bayroq, shuarlar bilan shu do'xmushdan chiqdi. Ananiki meningki qatilgan o'rnim mana shu Bulaqbeshining nimeniki, Xantangrininki oldidagi cho'gilimidan nimening oldigacha bor chuqtab bir oshxona bo'lgan ashada Yezigilik bankininki oldidagi shu yerga bo'g'chi bo'lgan orliqda men qatildim. Anandan keyin asr namoziga azon chiqdi. Kirib asr namozini o'qib chiqqan vaqtimda bu namoyishchilar allburun nimeniki Rabia Qodir Sud sarayining oldida o'tab bo'ptiki.
Maşallah. Unda olsa sizlar başlar qıtılıb mağdılmı yoki? Şundaq men aşı bayam degenimdikidek Xan Tağırının aldıdan başlap ketildim. Namayışçılarning qolda bayraq, Xitoyninki qizil bayragi, ananınkin şuarlarni to'lab mangdi. Qana şuarlan to'ldi. Şuarlarni Uyg'urlarga adalet, yaşasın Uyg'urlar, Muşunun o'xshash şuarlar to'landi. Ananınkin buni bir qistirib o'tib ketishdi hech narsam. Ash vaqtdagilarninki hammasining qo'lida telefon, suratlarga ilib mangdi buni. Bu bir jihatdan Uyg'urlarga foydali bo'ldi, yana bir jihatdan nayt ziyonli bir ish bo'ldi. Chunki keyin qo'lga ilinganlarninki hammasininki telefonlarini tekshirib suratga olgandan keyin albatta o telefonda o'zining surati bo'lmaydi, boshqalarning surati bo'ldi. Shu telefonninki surati orqali videoga kim chiqqan bo'lsa, shularninki hammasini tutdi. Şu Qatnashgan bo'lsin, yo'ldan o'tib chiqqan odam bo'lsin, videoga chiqib qolgan odamning hammasini tutdi. Yana bir jihatdan qanday yaxshi bo'ldi desam, yana bir jihatdan biz buni videolik bir shaklda suratlik isbotlar bilan chet ellarga yo'llangan bo'ldi. Chet ellardagi axborotlarga bir dalil isbot ta'minlagan bo'ldi. Sizlar aşu 7-ayın 5-ci esa keşqurulluqqa aşu nima qıtılıb öy qaytqa vaqtlarida men onunki men o vaqtida vatandim, lekin Ürümçide emasdim. Keyin boshqalarni anlasam shu oqshim islam aşu namoyish chiqqanlarni tutib aketdi deydi. Siz qatnashib shu 7-ayın 5-i oqshimisi uyda saqlamat turib aytsa yana chiqalgan etdi sirtga. O vaqtida men do'konda yetib qopatdim. Men shu buloq beshida qoldim o kuni. Kesh vaqtisi bo'lgan vaqtida Rabia Qadirning oqidagi ko'chasini bilasizlar. Shu ko'chaga Xitoylar bombalarni etib, is bombalarini-chu, tarqaqlashtirish bombalarini etib degandek Xitoylar birdan qo'g'lab kirib ketdi. Ichidan anan keyin u yerda o'tirayotganlarningki hammasi Uyg'ur bo'lgandan keyin ögizlərdən yoki qo'llaridagi tosh bir narsalarni etib, ularning qo'lida hech qanday boshqa bir narsa yo'q. Faqat tosh uchi bir narsalar bor, shu bir narsani etib, saqchilar uning ichidan qochib chiqdi. Birdamdan keyin ananikin yana Qoraldan o'q etib, ular ananikin qochib ketdi bizniki Uyg'urlar. Shunda bo'lib bu bombalarni shunda jiq atdi. Kecha-ichi bomba ovozi, nimaninki tarqaqlashtirilgan bombaninki ovozi qat'iy uzilmadi. Etiganda ananikin men ko'chaga chiqdim. Hozirga qat'iy unutib qolmayman. Men buloq peshidan toki shu Tovuzchan degan yerga borgacha, Parlaqninki yeniga borgacha. Ko'chalarning hammasi qup-quruqlar. Faqat u yerda qanimda emas, odamlarmi yo'q, faqat saqchilar ham bor u yerda. Shuning bilan men Qutat Sud Sarayninki yeniga kelgan vaqtimda shu yerda 20 balkim 5-6 yoshlarda bo'lsa kerak bir balni qo'lini kayniga qilib aşağıda bog'lab epmanganni ko'rdim. Ananikin men Parlaq o'ltiraq rayonining kayniga berib shu yerdagi bir ishimizningki uyda 7-ayning 8-kunigacha shu yerda turdim. Anandan keyin 7-ayning 8-kuni men Qorliqqa qaytib ketdim. Aşu ko'chaga chiqish, shunda ishlar qancha kun davomlashdi? Bir yil davomlashdimi? Ko'chaga chiqmaslik deganki xil uzun davomlashdi. Hatto shu vaqtida hech kim sirtga chiqolmag'achqa, navoiylarmi, nayaqolmag'achqa sirtlarga chiqib bir narsa elishim bo'lmadi. Nanakir olamaganlar uyda nima bo'lsa shuni yeb, bir hafta 10 kungacha sirtga chiqmagan ahvollar bo'ldi. Chunki kim sirtga chiqsa shuni etib yoki tutib epmang'achqa hech kim sirtga chiqishga jur'at qilolmadi. Allah razı olsun. Unda bo'lsa, shu yerdagi namoyish turgan qarindoshlarimizni ichida yoshlarni ko'p deb o'ylayman. Shundami ya? Shunday. U ish cho'nglar yoki o'tir yoshlar oz deb o'ylayman, ko'p bo'lishi mumkin. Shu yerdagi shu qirg'inchilikda yoshlarniki roli qanday bo'ldi masalan? Yoshlarning roli qanday, boshqalarga qaraganda, ayoq kishilarga qaraganda qanday bo'ldi? Bayam so'zlab o'tganimdek men Xanta'ni oldiq kelgan vaqtimda buning hammasi ham o'quvchilar, yosh bolalar ekan-ku. Ananikin buni men deganimdek barchuq Yezigilik bankasi oldiq kelib qatnashdim.
Şu yerde sakçılar geldi veya bir neçe sakçı geldi. Sakçı gelip anamkin toxtatdı bu namayış şu artalap mevat kalanı aldığını tutup toxtatdı. Şu yerde anamkin okuvchilar yani biz aldığı banmayız degan vaqtida sakçılar yak banmaysa deb sepninki aldıda bir kız var ekan şu kız balını urup ketdi şu nayt qo'pollik bilan. Şunu bilan anamkin sakçılar bu yerde indaymiz qo'polliklar urgandan keyin bu namayishdagi biz yosh bolalar sakrab chiqib birisi etildi. Elqi saqchi bolaga, saqchiga, Xitoy saqchiga. Şunu bilan ananikin bu yerda bir to'qinish chiqdi-ku. Meningki u yerda ko'rganim ananikin bayam deb o'tib ketganimdek parlaqninki kayni berib turdim dedim. Biz shu kuni 7-oyninki 6-kundagi gap bu. Shu yerda kesh vaqtida tug'a vaqtimizda saqchilar keldi, Uyg'ur saqchilar. Saqchilar kelib Qur'onning oldiga, Qur'onninki o'lqi taqiladigan ishik degandek bir narsalarmi yo'q ekan to'p yani. Saqchilar kelgandan keyin biz dedik saqchilarga hozir Xitoylar ashada nimatan Oqqo'q tarafdan Uyg'urlarni urib ko'rganlarni o'ltirib kelyapti, hujum qilib kelyapti. Bizni qanday qilasizlar, bizni kelib qo'g'damamsizlar desak, yo'q biz sizni qo'g'dayamaymiz, siz uzanni qo'g'dishinglar kerak dedi. Shuning bilan bu yerdagi yoshlar shu o'ltiraq rayonda o'tirayotgan hammalarni pastga chaqirib tushib, qo'limizga shu Qur'onning ichidan kaltak, to'qmoq nima topa olsak shu bir narsani elib biz Qur'onning oldiga chiqib yoshlar Qur'onning kirishida saqlab turdik ashada. Agar Xitoylar bu shayga hujum qilib kelsa, qo'g'dash uchun. Chunki saqchilarning bizga degani biz sizlarni qo'g'dayamaymiz, sizlar uzanlar qo'g'danglar. Qanday qo'g'disanglar bo'ldi uzanlar deb qo'yib ketdi u yerda. Şu menimki endi his qilishimda bu ishninki halqa yoshlarninki birinchidan qini qizib, ikkinchidan Şavganda o'ldirilganlarninki ko'pinchisi yoshlar u yerga zo'liq qilib ishlatganlar yoshlar bolalar uchun. Ananikin bu namoyishninki tashkillanishi, o'rinlashtirilishi degandeklar hammasi yoshlar bolalar uchun bu ishda Uyg'ur yoshlarninki rolini aytib cho'ng deb o'ylayman. Sizni keyin saqchilar avar qildimi yoki avar qilmadimi? Yo'q, meni saqchilar avar qilmadi. 7-oyning 8-kuni men bilet elib Üçtaş bekitidan ko'rliq bilet elib mangib avtobusdan Davanchongdan o'tgan vaqtimizda u yerda bir tekshirish bor. Tekshirishda bizningki hammalarni o'g'illarninki hammanglar tushdilar dedi. Avtobusdagi o'g'illarning hammamiz pastga tushdik. Pastga tushgandan keyin bizningki ishtallarimizdan hammani yo'timizga kelguncha turgizdi. Ustiga ko'targizib qaradi. Bu qarashdagi maqsadi nima ekan desak, digenimdekidek 7-oyning 5-kuni kashda bombalarni atdi, taqtish bombasini. Taqtish bombasi ichida ushaq bir narsalar bo'ldi ekan buniki. Ananikin bu portlagandan keyin badanda kichik yig'irlarni paydo qildi ekan. Saqchilar shuningga qarab, sen shu yerda bormi, yo'qmi deganni qarablar bu mayli yo'ldan o'tayotgan bo'lsin, uni qatnashgan bo'lsin, uni qat'iy surishtirib yurmaylar, hammasini ham qarab qo'yib tutdi. Undan bo'lsa, Mahmudjon qarindishimni so'rsam, siz shu 7-oy 5-dan keyin Xitoy saqchilari sizni avar qildimi yoki qilmadimi? Undan keyin meni avar qilmadi. Bu yerda men bir narsani qistirib qo'yishni to'g'ri ko'rdim. Biraz burun o yoshlarni tutmaslik, saqchilarni tutganlik to'g'risida gap bo'lindi emasmi? Endi yoshlar bu 7-oyning 5-dan keyin tutildimi degan masalada ig'ir darajada tutilib ketdi. Bu voqea yuz berib 48 soat ichida intayin ig'ir darajada tutildi. Bo'libmi? At Beygi Meydanı deyimiz, Kanzurcu Saymaçan da koydu o. At Beygi Meydanı'da öy besip tutup gitip yaşlandı. 48 saat yengin bizgi haber gelgen Saymaçan'da kuçuda er kişi kuçuğu çıktıdak er kişi kalmaptı. Şu derece tutup gitipti degen. Şu vakayını biz Saymaçan turgallarını anılgan. Bula şu cereyanın ertesi 7-oyning 6-günü belki gündüzü 7-8 saat nait cimip ketdi şehir içi. Bu jarayan yig'inashqanmi nima qilganini buni bilanmadik, ammo shuningdan keyin kechasi kunduzimi tutib turib, kechasi
öýbesip kirip, hemmeden şu yatqa yerden kişiler bolsa hemmini söylep eşkitipdi. Bu yerda bir neçe ming kishininki bir kechadan tutilib ketganligini biz shu yerdagi o'ltag'allarni anglagan endi. Allah razı olsun inşallah. Şu Xitaylarga yani özümüzün üçün köküzan küllem kile inşallah. Bir güne şu muhaciretlik olsun, vatandaki şu turumlarda lagerlar yetilgan qarindaşlarımız olsun. Hemimizden şu Xitaylardan aldığan nahayeti çoğun bir üçümüz var. Allah razı onu ilişki Allah Teala nasip kılsın. Unda olsa Abdussalam tekrar makan qarindaşımızdan bir sual sorsam. Aynı vaqtda şu 2009 şu vatanda şu Ürümçi qirg'inchilik bo'lgan vaqtda muhojiratdagi insonlarniki yoki boshqalarniki Uyg'urlarniki inkosi qandayroq bo'ldi? Men bunga kirishdan avval men qanday xabar topdim, bizga xabar qanday yetdi nuqtasidan boshlab biraz izohat beray. 26-çislar, 6-ayın 26-sı Şavganda qatliam yuz bergan vaqtlarda men shu tarixlarda vatandagi munbar to'r bekatlariga chiqib turatdim. Shu paytlarda Şavgandagi vaqaninki xabarlari har kuni har 15 minutda 20 minutda bir yangi xabar, yangi vaqa, yangi birilerinin şehit qılınğanlığı haberlerinin urulğanlığı dair nurgulluğan resim, videolar bizge yetip geldi. Biz bunun gazabede chet elden bir namayişlarını Şevgen Karta bazı namayişler, bazı faaliyetler şu çağda başladı. Ondan keyin 7. aslında biz Şərq Türkistan Maarif və Həmkarlıq Cəmiyyəti içində tüncü növbətlik Xalqara Şərq Türkistan qarindaşlıq sürüşünü planlab, chet ellərdən Avropa dövlətləri, Avustraliya, Arab diyarından nurgulluğan qarindaşlarımızın İstanbul'a yığılğan idi. Və biz İçiliş programmasını qılıb bolğan şu 5 iyul Ürümçi qırğınçılığının boluşundan burunqi tarixda. İçiliş programmasını qılıb hem de resmi kampı qılıb tüncü programımızın başlayımız dep turğan paytlarda bu hadise, bu qırğınçılıq hizməti Ürümçidə namayişler bo'lib, Ürümçidagi namayishlarga munosabatlik xabarlar, resimlar, videolar bizga yetib kelgandan boshlab biz ondan keyin İstanbul'da bir necha qitim namayishlar o'tkazildi. Gazetlerde o vaqtlarda torlar o kadar bekleyen emas, gazet jurnallar biraz bekrek aktif, televizyon haberleri aktif. O günlerde her günü her saatlik haber dedikdek Şərq Türkistan'da bo'layotgan bu qirg'inchilik intayin kengri teşvik qilindi haberlerde ve şu tarixlarda Tayyip Erdoğan İtalya'da bir yig'inda bo'lgan ekan, adalashmasam, şu yig'inda xalqarалық bir yig'inda Xitoyningki reisi Mevzu Xo'jintayevning bo'lgan bir yig'inda Şərq Türkistan'da yaşanğan Ürümçidəki bu hadiseninki ırqi qırğınçılıq ekanligini ifadelab o'tgan. Ondan keyin 5-lardan keyingi bo'lgan gap biz bu jarayonda hem Taksim meydanida keng ko'lamlik namoyish qildik. Ondan keyin Xitoy konsulini oldida bir chiqdim namoyish qildik. Ondan eng oxirgi bu hodisalarga munosabatlik shu kunlarda 7. ayının içinde kalan namayişimizin yana birisi Saadet Partisi, Türkiye'deki çok İslami partilerden birisi olan Saadet Partisi'nin ki rahmetlik Erbakan'ın ki mevcut vakti Saadet Partisi İstanbul'da Çağlayan Meydanı hazırki Çağlayan Adliyesi'nin ki adı kârı bir meydan bulduğun o adliye o vakti tutmayan dedi. Şu meydanda takriben 300 mindən 500 mingacha Türk qarindoshlarimiz qatnashgan keng ko'lamli bir namoyish o'tkazdi. Hozir qadar Sharq Turkistonda Google'da izlagan vaqtimizda shu namoyishga aloqador ko'rinishlarni hozir qadar ko'ra olamiz. Intayin keng tarqalgan. Bu namoyishda hozir AK Partiyaningki muavin raislik vazifasini partiyaningki bir zamanlar partiyada hukumat bayanatçılığı vazifesini algan
Numan Kurtulmuş efendim şu namayişninki baş teşkilatçısı ve yerde hükümetke taleplerini koyan hükümetin bu Şarkı Türkistan'daki kırgınçılıkka karşı ciddi hareket edip birisini talep kılgan. Şununla birlikte dikkat kılıştı geçti koyan noktadan birisi şu vaxtdan ticaret ministeri Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Ministeri Xitay mallarını boykot kılış doğrusunda ciddi bir çağırık e'lon qilgan. Uningmi o'z yo'lda ta'siri ko'rilgan. Qisqacha muhojiratda, xosatan Turkiyada bizningki ko'zimiz bilan ko'rib, biz tashkillab, biz qatnashib bo'lgan hadislar bu Sharq Turkistonninki bu qirg'inchilikni to'xtatish uchun Istanbulda namoyish bo'lgandek, bizning shu vaqtida ko'rganimiz, bilganimizda dunyoninki Uyg'ur bayirining hammasi degidek Xitoyga qarshi namoyishlar, norozilik faaliyetleri o'tkazilgan. Qisqacha muhojiratdagi Uyg'urlarninki umumiy inkosi shundaqroq bo'lgan. Unda olsa sizden sorsam Muhammed Emin Karim, şu İslam dünyasınınki şu Ürümçi şu katliamı değil, kırgınçılık deseyim oldu. Muşnunga inkazı qanday bo'lgan edi? Bu vaqa bo'lgandan keyin başta ovoz chiqargan kishi shu vaqtdagi Turkiyaning bosh ministri, hozirgi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bevosita buningki irqiy qirg'inchilik ekanligini alohida bayonot berdi. Türkiye hükümetiga vakolatan Sharq Turkistondagi xalqning Turkiyadagi xalq bilan ham irqiy hem dini jihatdan qarindosh millat ekanligi, bundaq bir ig'ir qirg'inchilikqa, bu echinishlik fojiaga hargizmi qarab turib bo'lmayotganligini alohida ta'kidlab bayonot berdi. Ammo ertasi kunlikda Xitoy Turkiyaning bu pozitsiyasiga qattiq bir tepki bergandan keyin bu xato bizning davlatning ichki ishi u bu degandek bunday gaplarni qilgandan keyin Turkiyaning shu vaqtdagi harbiy ministri nimaga Xitoyga bizniki Xitoyning ichki ishlariga aralashmaymiz, Sharq Turkistonninki Xitoyniki hozircha bir parchasi ekanligini e'tirof qilamiz degandek bir yuvashlatib bir gaplarni qilgan bo'lsa-mu, 7-kunisi 7-oyning 7-kunisi İtalya'dan kelayotgan vaqtda Hasanbuga aerodromiga tushgan aman bu Recep Tayyip Erdoğan efendim Cumhurbaşkanımız muxbirlarni kutib olish yig'iniga bevosita bizniki mayli askari bo'lsin, mayli kim bo'lsin, uningga vakolatan gapni men qilaman. Urumchida bo'lgan ish, u irqiy qirg'inchilik, mushunchalar echinishlik fojia, mushunda echinishlik bir harakat bo'lsa, buningga hargizmi qarab tura olmaymiz deb alohida buni ta'kidlagan. Bundan boshqa yana ko'rib baqsaq, islom dunyosi, bo'libmi islom va arab dunyosining hammasiga vakolatchilik qiladigan BDT'dan qilib qolsa ikkinchi cho'ng tashkilot bo'lgan Islom hamkorlik tashkiloti bor. Mushu hamkorlik tashkilotining shu vaqtdagi raisi Akmaluddin Ihsonoğlu Turkiyadan o'zi, ammo butun 57 davlatni tashkil qilgan bu hamkorlik tashkilotiga vakolatan bu Urumchida bo'lgan Xitoyninki bu muomalasini haqiqatan bir musulmon xalqqa ilib berilgan irqiy qirg'inchilik ekanligini alohida ta'kidladi va buningga Xitoyninki zil qarashi buni ichkilab tekshirishga u nimalarni yo'l qo'yishini buni talab qildi. Undan boshqami shu vaqtlarda har qaysi davlatlardagi asosliq Al Jazeera va Reuters qatorliq mayli arabcha bo'lsin, mayli qanday bo'lsin ish qilib islom arab dunyosiningki nima diqqatini tortgan har qanday gazetlar va to'liq xabarlarning hammasida bu voqea alohida tarqatildi. İslam dünyası şu vaqtdan keyin bizniki Sharq Turkistonniki bir musulmon xalq ekanligi, Sharq Turkistonning Xitoy tarafidan besib olinganligini, mushu voqea bo'lgandan keyin, shu tepkilardan keyin mayli Turkiyaning pozitsiyasi bo'lsin, mayli islom hamkorlik tashkilotiniki pozitsiyasi bo'lsin, mushular bo'lgandan keyin orqa-marqa bu xabarlarning kelishi bilan tunigan bo'ldi. Bizniki haqiqiy bir rayonning asli egasi ekanligimiz, Xitoyning bu yerda bu voqeani chiqarish orqali hatto bu Xitoy aslida bu hatto men to'liqsiz o'rta maktabni o'qiyotgan vaqtimdami milliy siyosat deb davomli shu butun Xitoyning ichidagi millatlarni birlashtirish bu siyosatlari bor shu vaqtlarda.
Bu siyasetlerin tedrici qo'shilma arifi bu deb palla bu kuchaytirib mishaga ekelgan edi. Hala bu 2009'ga kelgan vaqtda Xitoylar o bizga shunday tashviq qilgan siyosiy propagandasidan qarshi esa bizniki Şavguvanda qarindoshlarimizni Uyg'ur yoshlarini shunda echinishli qatlam qilgan. Bu Xitoyning sistematik bir planlari ekanligini bularni islom dunyosi shu munosabat bilan tunagan bo'ldi. Sharq Turkiston degan bu gap Arab dunyosida, islom dunyosida shundan tortib gerçi hakimiyetlari sukut qilgan bo'lsa-mu, ammo bizniki haqiqiy ham diniy ham bu milliy tarafdan qarindoshligimiz bo'lgan dunyoga buni haqiqiy tunutgan bo'ldi. Şu 2009'daki şu hadiselerde İslam dünyası bir bütün Şarkı Türkistan'ı haqiqiy tunugan bo'ldi desek mübalağa qilgan bo'lmaymiz. Rahmet, Allah razı olsun. 2009'dan keyin şu Ürümçi katliamından keyin vatandagi yoshlarımızın dinli, milli şu her xil nimalar tıxım güçlük uyg'ondi. Burun normal bo'lmasa, oniki tıxım güçlük bo'lib, dinli, milli jihat bo'lsin, bek güçlük nima bo'ldi. Muşunu siz qana qaraysiz, nima ish buna güçlendi, uni o'tagandan keyin bizning Uyg'urlarni qatl qilgandan keyin nima ish buna o'zgardi, qanday o'zgardi? Mushuni qisqacha aytmaysiz? Qarab baxsaq, şu Xitoyniki Uyghur yoshlarını, Uyghur qizlari, o'g'illarni ichkirga, ya'ni 5. emgek gücü namı aslında atalmış şu plan siyasette 2004-2005'ten başlayan bir siyaseti vardı. Məqsədi yaşlarını şu yerə yetkiş arqalıq, bularınki əslində unutulduruş, əzən işletib, qol qılıb işletib, tədrici qənək bu Uyğur millətinin kəlgüsü olan yaşlarını tügütüş idi məqsədi. Bu planlarını müşündə qançadan qança üstügü kütəgən sırı o yerdəki Uyğur yaşlarınki Xitayның bu siyasətlərindəki həqiqi rezil mahiyetini tunub yetdi. 2008-2007'lerde mi asasen bu fikirler Xitayның bu siyaseti qancha aşqan sırı sal kengayishga başlagan yaşlarının içinde. Ama 2009'daki bu hal şu uçuq bir echinishlik faciani Xitay o'zi planlıq shunday qilganligi bo'libmi Şavguvanda saat 12'de başlangan bu echinishlik faaliyetga echinishlik bir qirg'inchilikqa Xitoyning saqchilari ta bombatqishi kelmaydi u yerga. 10 mingdan ortiq Xitoyning yoshlari 700-800 Uyg'ur yoshlarini, Uyg'ur qizlarini xohlagancha chepib etib shunda echinishlik shunda qirg'in qildi. Xitoylar bunga aralashmaydi. Bunda adolatsizlikni ko'rgan, bunda echinishlik fojiani ko'rgan, ham Xitoy buni to'g'riladi taqatdi yuqorida so'zlanib o'tgandek. Bunda nimani ko'rgan holatda qanday odam onu sezmay qoldi. Maqsad Xitoyning maqsadi zaten Uyg'urga kun bermaslik. Adalet etgan narsadan so'z ochqili bo'lmaydi bu holatda. Shunglashqimi Sharq Turkistonda bo'lib mushu fojiadan keyin Xitoyning haqiqiy rezil mohiyati oshkorlandi. Undan boshqa Xitoy, ya'ni Sharq Turkistonda undan keyin nurg'un bir siyosatlarni o'tirg'a qo'ydi. Masalan, uylarga berib bizning Xotan tarafidami buni chet el kuchlari qudrat qilgan Rabia Qadirimining ana emasda ise deb hatta bizning aytgan gap so'zlarimizni o Xitoyniki nimaları bizga og'zimizga soatdi shu gaplarni. Hatta anglamaganlarga anglatdi shu holatda. Uyg'urlar andaq Xitoy bilan biz qarindosh millat degandek propagandani qancha qilgan siri bu yerdagi nimaları Xitoyning rezilliklari oshkor bo'ldi. Yoshlardimi haqiqatan Xitoyniki Uyg'urlarni tugutib o'tish hem devlet tarafından hem millet tarafından mı Xitoyga küçüp gelgen siyasi kimlik var bu Xitoylar tarafından mı hakikaten Uygurlarni tugutish bir nishonning borligini tunib yetdi. Shuningdek undan keyin milliylikka hem diniy kimligimiz hem milliy kimliklarimizni qaytadan yoshitishning muhimligiga alohida diqqat tortildi. Meniki shaxsiy tushunchalarim bu. Rahmat, Allah razı olsun. En ahırda Abdussalam Takamakan kardeşimiz sorulan bir sualım var. Hazır hemmimiz bilmez vatanda bu Xitoy tajovuzchilari bizning Uyg'urlarni mayli Uyg'ur olsun, Qozoq olsun, O'zbek olsun bütün Türk milletine zo'rlab ishiltib, ishqirga ekitib, zo'rlab bütün erlarni, yoshlarni hammasini sulab, tilni o'zgartirib qo'yadi. Mushunga o'xshash 5-iyul Urumchi qirg'inchilik o'xshash. Mushunga o'xshash bir fojia demayli. 5-iyul o'xshash ashunda bir Uyg'urlarniki ko'chaga chiqib, Xitoy qarshi turish bir ish buniki yana bo'lamiz sizcha?
Men bu sualga cevap berişten avval Mehmet Emin Karim'ninki sözlegelerge bir toluklamam ba. Onu ifade alay. İslam dünyasınınki Şarkı Türkistan'da örümce düzbegen bu kırgınçılığı karta bu inkaslarınınki birisi minanda kıtımın tatkalarının birisi Mekke bayanatının elan kılınışı. Örümce kırgınçılığı yüz verip bir hepten 15 gün geçip olan Arlık'ta Mekke'deki ulemalar İslam'nınki vekilleri harakterdeki ulemalar keng kölemlik yığınlarını kıldı. Mekke'de hatta Beytullah'ta Şarkı Türkistan'a dualar kılındı ve şununla birlikte Mekke bayanatı ilan kılındı. Mekke bayanatı da Şarkı Türkistan'daki bu ırkı kırgınçılığının derhal toxtuluşu ve bununki Müslümanlarınki alayda bir talep ikenligi ta'kidlanib o'tdi. Bu menimki demoqchi bo'lgan nuqtam u davrlarda sebebinin bo'lishini qat'iy nazar islom dunyosininkki bir inkası bo'lgan. Kuchli bir inkası bo'lgan. Xususan shu ijtimoiy tashkilotlar ve nüfuzluq ahli ulamalar hatta Xalqaro Islom Olimlar Birligining bu haqda bayonotlari faaliyetlari bo'lgan. Buni ilova qilib buni qo'shib o'tgandan keyin Uyg'urlarga qaratgan milliy uyg'unish harakatiga bo'lgan ta'sirida men vatanda emasdim bu vaqtlarda albatta. Lekin vatandan anglagan ko'rgan xabarlarimizda Urumchi qirg'inchiligidan keyin hatto Xitoy hokimiyatiga xizmat qilayotgan, Xitoy hokimiyatidan maosh olib, shuning bilan turmushini qamdayotgan Uyg'urlarning orasidami o'zaro Xitoycha qilmaslikqa va'dalashgan ahvollar ishxonaning ichida, Uyg'urlar ishlagan ishxonaning ichida Xitoycha qilganlarga jarimani qo'ygan ahvollarga doir ma'lumotlarni anglagan edik. Bundan demoqchi bo'lgan nuqta Xitoy bisim qilgan sari Xitoy o'zininki milliy ayrimchiligini qilgan sari vatanimizdagi Xitoy uchun xizmat qilyotdi deb bizning ko'zimizda Xitoyga sotqin deb ko'rangan shu Uyg'urlarmi o'zining Uyg'urligini ifodalashga harakat qilgan. Hatto shu vaqtlardan keyin ma'lum mezgil Uyg'ur shaxslarininki tapanchalardagi o'q ilinganligiga doir Uyg'ur shaxslarga faqat hayva qilish uchun tapancha berilganligi, lekin o tapanchada o'q bo'lmaganligiga doir ma'lumotlardan xabarimiz bor. Shundaqla shu davrlarda Uyg'urga o'q chiqarmaganligi uchun Xitoy shaxsininki Uyg'ur shaxsiga o'q chiqarganligiga doir ba'zi bir voqealiklarni xabar topganligimiz. Demoqchi bo'lgan xulosalagan chog'da Uyg'urninki shu vaqtida uyg'unishi rasmiy boshlagan. Shuning uchun 2014-15dan keyin lagerlar qor qo'yaq bir şekilde. Bu Uyg'ur kompartiyaga a'zo bo'lsa-mu, yana Uyg'urligini qildi ekan, Xitoyga hokimiyatiga xizmat qilsa-mu, yana Uyg'urligini qildi ekan. Shunga buni butunlay ya manqurt qilib o'tish, ya ko'may qilib qolgan joyda yo'q qilib o'tish degan bu qabih rezil siyosat bilan kamp lagerlarni shunga bilan ochgan bo'ldi va kunimizda biz tasavvur qilolmagan zulm facialar yaşanıyordu. Hem de hazır o 2009'daki Urumchi qirg'inchiligida yaşanan o facialarning necha hissesi yaşanıyordu Şarkı Türkistan'da. Milyon Şarkı Türkistanlıkninki lagerlarda ekanligi, nurg'un açıqlarımızninki tug'mas qilinilganligi, nurg'un o'smir qarindoshlarimizningki, farzandlarimizningki bolalar lagerda Xitoyninki zulmini kichkidan ko'rayotganligini hammamiz bilib yetgan bir haqiqat. Endi sizning savolingizda bundan keyin Uyg'urlar Xitoy qarshi bir harakat qilamdi. Men umumiy jihatdan anda tushunganimda muhojiratlik Uyg'urlar zada qilyotdi. Xilma-xil shakl xilma-xil o'rinlarda xilma-xil faoliyatlarni Xitoy qarshi qilyotdi. Bu nuqtada menimki 2017-18'den avval bilan keyingisini bir silish to'g'im bor. Sedeldagi muhojiratlik Uyg'urlarning hayotini nisbatan. 2018'den avval Şarkı Türkistan'a münasebetlik bir faaliyet qilganimizda
Men bu cemaatçilik teşkilatının içinde 2008'den beri mevcut boğalıqım için şahit boğunum desem. 2018'den burun biz meyli namayiş ve şuna oxşar Şərq Türkistanlıq münasibətlik fəaliyyət vaxtımızda 300 edem qatnaşsa intayin xursan bo'lib ketdik, intayin bek ko'nglimiz yayrab ketadi. Edem bekcaq keldi edi. Hozirgi kunda bugungi kunlarda shu o'xshash Xitoy qarshi fəaliyyətdə bir ashka moddan to'yin edem kelib qolsa ko'nglimiz yerim bo'ldi. Bunundaki silishtirma Xitoy ayada zulmni qilavergan sari mayadagi xalqimiz qarşılık kılıçtın başka bir çağrının yokluğunu bilip gidiyordu. Bu Xitay karşı avazsız kalgan seri bu Xitay bekrek ızdağlıqını. Xitay karşı bir hareket kılgan seri Xitay'nın ki tıxımı keyine geçigenişinin ihtimallığını yokurluğunu. Bari bir mücadele kılmay, bir küreş kılmay, ölsümü ölüdüğün, bir küreş kılıp ölsümü ölüdüğünü bilip etkenden ki şerefimiz bilen, izzetimiz bilen, gururumuz bilen, mücadelemizde bir hissimiz olsun diyen avruh kilovatıdır. Muhaciretlik Uygurlarda şuna toxtamay Xitay qarta bir hareketler, planlar, faaliyetler şuna devamlı buluvatıdır. Şimdi Şərq Türkistan'ın içindeki hadise qaytıp gelgen vaxtımızda Şərq Türkistan'daki o zulüm aslında o bizim aslında halkımızga biz mayada durup hüküm pitişqa aciz, tilimiz bağmaydı. Avlarınki yaşavatkan hadisesini, kırındaşlarımızın yaşavatkan faciasını biz tasavvur kılamavatımız kallımız yetmevatıdı. Nimelerinin yaşanğanlığını kısa haberlerinin ki uçlarda uyardı bir yerde küçükinem çıkıp kalan haberlerden vatanda yaşanavatkan hadisinin ki milyonda birinin haberdar olavadımız. 21. asırda uçur malumat devrinde. Ve biz hazır ve aşınığa karmay yana halkımızın ki kardeşlerimizin cesaretini yanı körevatımız. Aşındak besin bulavatkan peytte avazsız bir şekilde özünün ki yaşavatkan faciasını halk alemge jakarlaş için avazsız go'alaq biratıdı. Bu yerden bizning aldığın neticemiz ne oldu diyen çağda nefes ağıdak bir fırsat bo'lgan çağda Şərq Türkistanlıqның ki əmdi Xitayning meyli bisimi yoki yağlımı gap so'ziga aldanmaydiganligi ve Şərq Türkistanning mustaqilligi uchun hamma narsasidan burun jinidan kechganlar bo'lgan. Aşı jinidan kechganlarmi oilasidan yoki yaqinlaridan kechanmagan ma'lum darajada. Hamda hamma narsasidan kechalaydigan bir hodisaning ki bir fidokorlikning ki bisharatları ko'rinib turibdi. Shuning uchun biz Şərq Türkistan'da birinci Cumhuriyetimizden 1933'teki birinci Cumhuriyetimizden ki 100. yıllığı kilişten avval biz 3. iqtimlik Cumhuriyetimizni qaytadan quramiz deydigan ümidimiz var. Ve şu ümid bizni Xitayga qarshi harakat qildiryapti. Xitayga qarshi harakat qilish deganning ki ma'nosini bir tasavvur qilib bakkan vaqtimizda yer yüzünün en kuchli bir hükümranı ve 1,5 milyar nüfusu var. Yeryüzü nüfusunun ki 5'ten birine %25%'ini %20%'ini egallagan bir Xitaydan söz eshitamiz. Bu Xitayga qo'llayotganlari, bu Xitoyni iqtisodiy jihatdan bu Xitoyga qo'llashlarni, yordamlarni qilayotgan nurg'un yana xalqlar bor. Bunday degan chog'da bir uchum Uyg'ur 40 milyon, 45 milyon deb tasavvur qilgan bo'lsak, shu bir uchum Uyg'ur yer yuzini titratayotgan Xitoyga qarshi harakat qilyapmiz va ash Xitoyni qo'rqityapmiz. Amerikadan qo'rqmayotdi. Yevropadan qo'rqmayotdi Xitoy, Hindistondan qo'rqmayotdi, yana bir kuchdan qo'rqmayotdi, Uyg'urdan qo'rqyapti. Unda bo'lgan chog'da ashu Xitoyning ashu zulmini yo'q qiladigan kudret, güç fakat ve fakat Uygur'da var. Şərq Türkistanlıqda var. Umumlaştırgan çağımızda. Şərq Türkistan'da yaşavatkan umum xalqda var. Nimişqa deyen çağda biz bu Xitay bilen 40 əsrinin mabeyninde 4000 yıllık bir mücadele tariximiz var. Bizimki Xitay bilen qo'shni devletlerimiz, qo'shni medeniyetlerimiz var. Biz Xitay bilen qo'shni emas. Rus bilen qo'shni, Hindu bilen qo'shni, İran Farisi xalqlari bilan qo'shni.
dünyanınki en konu medeniyetleri bula. Türk medeniyeti okşaş. Lekin bizning Hindi bilen tarihten beri bir düşmanlıkımız yok. Parisler bilen mi tarihten beri bir düşmanlıkımız yok. Ruslar bilen 17. asırın mabeyinde, 18. asırın mabeyinde bir mücadele tarihimiz olsa, Xitay bilen miladiyeden burundan tatip bir kanlık mücadelemiz var. Şu Orhun abidileri qarıgan vaxtımızdı mı? Bizni aşı Müslüman bulmagan atı boğularımız başka düşmanını agahlandırmay fakat Xitaydılar agahlandırgan. Unda olgan iken Xitayning bu rezilligini biz 40 asırning mabeyninde mücadele qilib yaşayapmiz. 40 asırning mabeynida yo'qolib ketmagan, Xitay yo'qotmagan bu milletni hazır Xitaymi yani yo'qotmaydiganligiga biz yana ishonchimiz bor. Şu 5000 kilometr uzunluktaki sedicini biz saldoğan bolsak aşı Xitayga, aşı sedicinin içine kirgizip sedicini yerden yaksan kılışka, yana bizninki küçümüz yetedi deydiğin irademiz, imanımız var. Benimki bu hafta deydiğlerim üçüncülük, bu geplerin diye vaxtımızda Allah kandaktör bir hissiyatı tayinip gidip, hayacanlanıp gidip, özümüzünü üstün körep gidip, evet, tarihten kelgen bir reallik. 4000 yıllık tarih diyen az tarih emez. 4000 yıllık tarihte Xitay bilen mücadele kılıp hazır kadar özünün mevcudiyetini saklap kalan ve özünün topraklarından hazır kadar silcimay medelemay turayotgan birden bir millet biz. Bu mesela Türkiye'de, Anadolu'da yaşayotgan Türkler mi? Aşı bizning coğrafyamız yaşaydı normalde. Xitayning şimal tarafında bizning coğrafyalarımız yaşaydı. Lekin Xitayninki bisimleri tüpeyli Xitayning, Moğolning, onun bunun bisimleri tüpeyli veya büyük hicret kılışka mecbur olalım. Bizning ahvalımızda biz aşı Xitay bilen mücadele kılıp, aşı Xitay bilen köreş kılıp, ularga yem bolup ketmey. Hazır kadar mevcudiyetimizni qo'llab qalagan bo'lsak, bu bizningki Allah bergen bir imtiyazımız, alayligimizning derak berdi. Biz 40 asırning mabeynida, 4000 yilning mabeynida Xitayninki Asya'nın garbiga, Şarkı Türkistan'dan ötep Avrasya coğrafyasıga ve hazırki mevcut cahanga tarqılışını, yiyilişini biz tosap kaldık. Biz ayada sipil bulup turup emsek, Xitay bütün Asya coğrafyasının tamamını belki ep bolattı. Şunun için mayada menen ta'kidlemoqchi bo'lganlikdan bizninki qalbiga bo'lgan imanımız bo'lsin ve Xitaydan ibaret bu rezil bilan karşılaşmaya durup, bunun karşı mücadele kılmaya durup, bizninki bu dünyada mı, o dünyada mı izzetimizinki bulmaydıqalıqını ben qaytadan ifade etmekçi. Rahmet. Allah razı olsun hakikaten. Nahit mezmunluq, güzel gaplar qıpatla. Allah köp razı olsun. Başka qarindoshlarimizniki şu 5-yil Urumchi qirg'inchi to'g'riliq deydigan gap bo'lsa, desa bo'lmasa programmani mesha tayyorlashtirsak. Ben kichikgina bir nuqtani qo'shib qo'yishni to'g'ri topdim. Xitoy aslida 1990dan tortib bizga alohida bu bostirish ya eritib tugutish Xitoy xalqining ichiga va yoki yo'qotib tugutib o'tish planini boshlaganda buningki nimasida 1996 yil esa Shanxay hamkorlik tashkilotini qurib bizningki bu qarindosh millatlardan fasilimizni uzishga başladı planlagan. Bunu her vakit isimizden çıkarmasak yaxshi. Rus ve bizningki qarindosh davlatlar var. Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston qatorli davlatlar. Bular bilan bunda Shanxay hamkorlik tashkiloti bunda nimasi ostida, sayvani ostida bizningki Uyg'urlarniki Türk xalqi bilan bo'lgan munosabatimizni uzishga, tashqi dunyodan bu munosabatni uzishga alohida kuchab kelgan. İkinci qilib 2001'deki şu 11 sentabr faciası bilan asasen bizga yurgizgan har qanday qo'pol, qattiq, shunda echinishlik, qirg'inchilik siyosatlarning hammasini oqlashga bir bahona topgan bo'lgan Xitoy. Chunki 2001'da şu 11 sentabr voqeasi bo'lgandan keyin Amerikaga bu Sharq Turkistonda Uyg'urlar ya milliy bilgunchi yoki diniy aşırı kuch va yoki terrorizm degandek o'sha 3 xil nima ostida, bahona ostida
bizni bastırışqa şu vaqtdan tatib başlagan. Yerlik tutqan siyasatlardan qo'shtilma arpa siyosati, Uyg'ur yoshlarını ishkirga yo'tkash siyosati qatorliq bu siyosatlar tadrijiy Uyg'ur yoshlarını uyg'otdi. Bununki bütün nişanı bayda yuqorida deganimizdek Uyg'urlarni ya eritib tugutib o'tish, ya qirib tugutish. Hozirgi lager, hozirgi turmalar, qo'yoq suyuq turmalarga sulashninki hammasi bu palla Xitoy siyosatining taraqqiyoti edi. Ammo bu irqiy qirg'inchilik masalasi mayli kim bo'lsin, bu hech bir davlatning ichki masalasi emas. Xalqaro siyosatda irqiy qirg'inchilik degan nima desa, buniki nimasida 5 tane sharti bor. Mushu 5 shartniki hammasi bizniki Sharq Turkistonda tepilyotidi Xitoy tarafdan bizga. O toplum holatda uni qirib tugutish, uningki ko'payishining oldini olish, masalan, planliq tug'u siyosatlari eng echinishliq. Bu Xitoy bu siyosatlar orqali bir davlat terrorizmi yaratib o'tadi bu yerda. Mushunda bo'lganlik uchun biz bu holatda irqiy qirg'inchilikda keynimizda bütün insoniyatni yenimizga tortalaymiz. Ham shunda bo'ldi. 2018'da Xitoyning bu rasvochiligi bir tarafdan bu echinishli qirg'inchilik o'tirg'i chiqqandan keyin bizning yanimizga gerçi İslam dünyası, Türk dünyasının alaydı bir qo'llash, yordam degan narsalar kelmagan bo'lsa-mu, ammo bu yerda bo'layotgan Xitoy siyosatining rezilligini tunib yetdi. Ondan başqa bütün dünyadaki mayli G'arb dünyası, Amerika, Avustraliya, Kanada qatorliq davlatlar bo'lsin, mayli kim bo'lsin, Xitoyninki bu yerdagi insoniyatga qarshi elib borgan jinoyatlarni tunidi. Hozirga qadar bazı davlatlar, küçük davlatlarmi Xitoyning bu siyosatlarini hozir tanqid qilyotidi. Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik bo'layotganligini ta'kidlayotidi. İnşallah mushu taraqqiyotda Alloh xolisa keynimizda bütün insaniyat bor. Xitoyning bu zulmga qarshi, Xitoyning bu qirg'inchilikqa qarshi biz o'zimiz yolg'iz emas, keynimizda insoniyat bor, Türk dünyası, İslam dünyası bor. İnşallah men ümit bilan, ishonch bilan deymanki, Alloh xolisa biz Uyg'urlar yolg'iz emas, kelgusida Sharq Turkiston davlatimiz qayta quriladi inshaalloh. İnşallah. Mana demoqchi o'g'lim shu. Allah razı olsun. Hakikaten mühim gahbetler. Ya kalan qarindoshlarimizni 15 yıl Ürümçi qirg'inchilik to'g'risida gap bo'lsa desak, bo'lmasa programma ayolashtirsak. Yo'q dem qildi. Unda bo'lsa bugungi programmamizni Alloh xos mushacha qilamiz. Bugün hakikaten mezmunluq, nayet mühim gaplar qilindi. Kelib bergan qarindoshlarimizni Alloh razı olsun. Qimmatli vaqtini chiqarib qatnashib berdi. Ve muş Ürümçi qirg'inchiligini ve şu Ürümçi qirg'inchiligidagi şehitlerine herkes unutmaymiz inşallah. Bir günü Allah kalsa muhaciretdeki qarindoshlarimizniki yoki vatandagi qarindoshlarimizni bilan birlashib şu Xitoyga qarshi bir jang ichilishiga Alloh taolo nasib qilsin Alloh kalsa. Unda olsa bugungi programmamiz mushacha bo'ladi. Kelar qism program ko'yigacha omon bo'linglar. Allohga omonat.